Merosimizni, bor budimizni sanga o'tkazib beramiz. Tezdagina Qrimga yetib kel deb aytdi qarindoshlarimiz. Ikki oyog'imni qo'limga olib, 1,5 sutka deganda Qrimga yetib keldim mana. Haqiqiy qrimskiy chebureklarni yeb ko'rdim-da. Tatarlarning qo'li rosa shirin bo'lar ekan-da axir. Ko'chadan dokumentli ishlarimni hal qilib kelsak, babushkacha pishirmasdan kutib o'tirgan ekan, issiq-issiq pishirib beraman deb. Voy. Ishoninglar, cheburek deyapman, srazu sizlarni o'yladim. Voy, mana sachalarimga retseptini so'rashim kerak. O'tdi hammasini yozib oldim, hali sizlarga chiqaraman. Chebureklarni tiqib yeb, yana aylanishga chiqdik hovliga bolalar bilan. Malina yeyishga chiqqandim. Buni qaranglar, axir yashinib olganini malinani orasiga. Boshqa joy qurib qolganmi? Voy, buni aptichasini chiroyliligini. Bir chiroyli, chiq desak chiqmaydi-ku. Birinchi ko'rib qo'rqib ketibmiz, manam bolalarim. To'g'risi faqat yeb yotib aylanib zerikib ketdim. Hamma xonasiga kirib yotgan payti ozginagina gazni yuvib beray dedim. Menga o'xshab ish qilsa boshidan oladiganlar bormisizlar? Axir mendan ko'p podpishchiklarim sog'ingan ekan. Voy, qachon uborka qilasiz? Siz ish qilganingizni ko'rib biz ham ish qilardik. Uborka bo'lsa uborkada. Uyda ham gazni yuvgan paytim srazu tifalda ham yuvorardim, chunki ovqat qilayotgan payti baribir moy sachraydi. Malinani yonida o'rmalab charchaganmi deyman. Oftobga chiqib yotibdi pishak.